joyda egasi aka to'g'risi kichkina odam emas, bu yerda akaxon deb uni telefon qilib bezovta qilgani xijolat bo'ldi. 5 million shtrab yozib berishdi. Vaqtincha viloyat hokimining qarori bilan bu yerda ishlab turibmiz. Assalomu alaykum. Homila aka. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Buni xabaringiz bo'lsa kerak aka, litsepasiya Xo'p, chek bermadingiz keyin. Boshlarga chekan beryapsizlar aka. Separatimiz aka bizdan separatimiz. Bo'yicha soliqdan chiqib. Yo'q, to'g'ri. Gaplashib kelgan bo'lsa, 5 million shtrab yozib berishdi. ishlamaganiga ham. Yo o'shani ishlatib qo'yish kerak edi, aqo borib. Ha, o'zi qonun bo'yicha qilsa aka Farg'ona yurdi ekanda. Ha, misol aytmoqchi bo'lganim, ishlamay turgan bo'lsa, faoliyat to'xtatish kerak edi. Bo'lmasa bular urib ketishaveradi, soliq kerak aka. Iste'molchilar huquqlari to'g'risida 10-modda bor aka. Chek berish majburiyati yozib qo'yilgan. Birinchi masala. Ikkinchi masala aka, Vazirlar Mahkamasi 185-sonli qarori bor. 29-bandida mana shu dori O'zbekiston ro'yxatidan o'tgan dorimi 20% gacha qo'yilib sotilyapti. Shu bo'yicha sertifikat, ma'lumot qilsangiz. Aka, sizga Ijtimoiy ta'lim faolimi aka? Sunnatullo aka. 27da direktorman, 27ga bormaganmiz. Endi aka nima qilish kerak hozir? To'g'risi mana shu yerda hayratmasa okiza? Yo'q, Sunnatullo. Sunnatullo. Nechinchi yil aka? 2001 aka. 2000 mi? 92-yilmandami? Aka, shunaqa hozir o'zi aptekamiz aldaydi. Vaqtincha viloyat hokimining qarori bilan bu yerda ishlab turibmiz. Tangarani sentrida aptekamiz bo'lgan aka. 2017-yilda G'aniyev tunaqasi bilan Qonnet Tangaran bozorchasi yo'qib ketganda buzib tashlagan. O'shandan beri arendamanda yuribdi aka. Arendamanda rahbar o'zi ekansizda bu? Rahbar ayam bilan dadam. Hozir ular uyda hozir og'izda ochib endi naq turdim. Ma'lum o'zi kirib paralel endi to'g'ri qilib berdim. Endi aka to'g'risi mana shu yerda mana hozir sizga olmangacha mana shu 2 soat o'tirasizlar aka, men sizlarga sharoit qilib beraman. Ana endi qiziqishga kuzatasiz. 2 soatda nechta odam kiradi, nechta yo'qda. 3 kun 4 kun bo'ldi. Bunaqadan chek bermadi deb приложение bor ekanmi? 20%. O'shanga aka 5 million. Mana kecha ishda bitimli separatim bor aka. Anaqasida buni soliqda akalar ham ishlatilmadi aka. Buni soliqda akalar ham ishlatilmadi. Keyin men buni Farg'ona yo'liga olib bordim aka. Olimjon aka degan aka bor ekan. Ishdi. Buni aka bularni bunaqasi siz ham tanishingiz kerak mana. Men zamini taniman. Kassa apparati mana Arka Group'ni degan narsaga qaraydi ekan aka bular. Mana aka shuncha narsani tashlab berdim. Guvohnoma boshqa narsani ishlatib bering, yon aka desam, ijara shartnoma so'radi. Bet arenda bo'lgani uchun joyda egasi aytdiki, soliqqa kirib men kulch olishim kerak ekan. Qachon kulch olib chiqsam, sen bilan keyinchalik shartnoma qilaman ekan dedi. Joyda egasi aka. Endi joyda egasi aka to'g'risi kichkina odam emas, bu yerda akaxon deb uni telefon qilib bezovta qilgani xijolat bo'ldi. Iste'molchilardan qahhor akalar emasmi aka? Iste'molchilar huquqini himoya qilish? Yo'q, men aka blogerman. Iste'molchilar huquqlarini bilasizmi? Yo'q aka. Shu bloger bilan emasmi siz demoqchimda? Yo'q, qahhor aka degan aka bor. Taniyman, hali Yaypanda Zapar akani taniyman. Jarqin televideniyada ishlaydi. Komil Ahmedov tanirdim. Bo'ldi, boshqa Qo'qonda bloger tanimayman. Komil aka shunaqa Olim aka ham, pamoyim Qo'qonlik bo'lsa kerak ham, Olimjon Haydarov. Olim aka Marg'ilonlik. Uni tandim. Aka hozir nima qilishim kerak? Hozir shu buni sotmash kerak, balaligingni aka to'g'risi. Buni soting. Yordam bo'lsa aka to'g'risi. Retsept asos mana doktor nazarchenya bo'ladi aka. Misol bitta nusxasini olib bo'lib, ruchkada yozadigan retsept bizda tarmoqqa kirsangiz ham bilaman, o'g'lan retseptli qilib bering demoqchimiz, hali retsept. Doktor retsept bilan kelsa, erta misol bugun biz yuribmiz, yaqinda bitta aptekani departament bosibdi, kecha ham bitta apteka bilan xuloscha mojaro kelib chiqibdi.